believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. Hadis qarang bir go'zalligini. Alloh taolo aytayaptiki, odam bolasining hamma qilgan amali o'zi uchun. Faqat ro'zasi men uchun. Mana shu so'zga e'tibor beraylik. Namozingiz o'zingizga, sadaqangiz o'zingizga, zakotingiz o'zingizga, hajjingiz o'zingizga, o'zingiz uchun qilasiz. Faqat ro'zasi men uchun deyapti. Va mukofotini ham o'zim beraman deydi. Aytdi-ku, hech kim ko'rmaydi-da bu ro'zadorligingizni. Hech kim bilmaydi-da.